Semental ishqibozlariga sementallarni zo'rlari. Gibrid ishqibozlariga gibridni zo'rlari. Assalomu alaykum. Sementalchi bola kanali a'zolari, chorva ishqibozlari. Akalar, sizlarga bugun 4 bosh xonajinlarimiz bor. Bugun kunimiz 17-may 2026-yil, haftaning yakshanba kuni. Mollar akalar sutdan chiqqan 3,5-4 oylik mollar. Sog'lom yeb-ichishlari zo'r, toza sementallar. Mana bu ham sementalga gibrid. Shu zo'ri. Bo'ylari 91 chiqadi. Xudo xolasa chiqib qolsa kerak. Mana bitta shuni shox kuydirib qo'yiladi, bo'ldi. Qolganlari kuydirilib qo'yilgan tayyor to'qol. Xudo xolasa keyingi yilga, bahorga ular qochmada tayyor. Mana orqalari. So'skalari. Orqa so'skalari ham oppoq. Yelinlari ham zo'r. Oyoqlari ham stakan tuyoqdan sementalga gibridda bu. Gibrid tutaklarini bitta ko'rib qo'yinglar. Gibrid tutaklari. Juda ham zo'r. Chiq jonlar, chiq. Qo'sh. Bu videoni kecha qo'yuvding-ku, yana qo'yyapsanmi degan gaplar, telefonlar bo'ladi bizga. Akalar, bu kanal o'zimizniki. Biz bloger chaqirmaymiz. O'zimizning firmamizning mollarini qo'yib yuramiz. Sementalchi bola shunaqa. O'zimizning kanal bo'lgandan keyin, misol kuniga bitta sotilsa, qolganini yana video qilib ko'ramiz. Tekin. Ko'pchilik yozyapti. Ha, bu video bu mol bloger bo'lib ketdi. Da bloger bo'lib ketadi mol ham. Ha, o'zimizning kanal bo'lsa, telefonda videoga olamiz, qo'yib qo'yamiz. Ishqibozlari ko'radi. Ko'pchilik telefon qiladi. Bunisi turtdimi, bunisi turtdimi deydi. Ha, deyman. Ha, xuddi shunday. Biriga aytadi, 1-2 soatdan keyin bular sotilib bo'ldi deydi. Yo'q akalar, bizda mollarda ertangi kuni ham telefon qilaveringlar. Chunki bizda auditoriya hali kichkina auditoriya. Xudo xolasa endi like, podpiska bosib tursalaring, auditoriyamiz kattalashadi. Bizniki sekin sotiladi, xudo xolasa. Yaxshi shonali mollar. 1 soatda sotilib ketmaydi uncha-munchaga. Endi ishqibozi chiqib qolmasa, bemalol telefon qilishlari mumkin. Misol mol turtdimi yo yo'qmi, bunday so'rashlari shart emas. Telefon qilib bizda buqalari ham bor. So'raganlarga. Ana tutaklari, ana semental tutak. Sen ham ko'rsatib qo'y uka. Ha, buni ko'rayman. Katta buqalar bor, sutemli buqalar bor. Sutdan chiqqan buqachalar ham bor. Sutdan chiqqan xunajinlar bor. Mana bunaqa. Buni sal kattaroqlari ham bor. Variantlar ko'p. Bemalol telefon qilaverasizlar. Har xil variantlarda mollar bor. Hamda gibrid deysizmi? Qochma xunajinlar deysizmi? Zotga qo'shadigan shved deysizmi? Zotga qo'shadigan semental deysizmi? Xullas hamma mollarimizdan bor. Bemalol. Tuyoqlar qarang, stakan tuyoqligini. Bir-biridan chiroyli mollar. Akalar, narx-navolari bir joyga 24,5 dan qilib beraveramiz. 25 bas, 24,5 dan bir joyga kanal obunachilarga. Vodiy bo'ylab dastlabkilarni yetkazib beraveramiz. Telefon qilaverasizlar, yana yo'llariga yo'l qo'yib beraveramiz. Xudo xolasa. Mol bizniki, pul sizniki. Telefon qilib bemalol savdolashib, mol yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kelib ko'rsalaring undan-da zo'r bo'ladi. Kelib ko'rsalaring yonida mana. Yana ham zo'r bo'ladi. Havo issiqligiga bularni ham o'ynaysiz kelmayapti, odamlarni o'ynaysiz kelmayapti. Ha, turishini qaranglar bular. Ha, jonivorlar. Oq qizilidan. Ana gibridniki. Yaxshi sigir bo'ladi-da.
qishgacha olib borsalaring, shu dekabr, yanvarlarda buqa talab bo'lib qoladi. Buqa qo'yib qo'ysalaring, keyin sigirda. Ana, ay jonivorlar turishini qarang, tufon bo'lib. Manzillarimiz Farg'ona viloyati Beshariq tumani Xapalak degan joyda. Telefon qilib ko'rib kelaverasizlar, lakasalar tashab beramiz. Telegram kanallarimiz bor, YouTube kanal bor, Instagram kanal bor. Hammasiga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana hammasi orqalari bir sidrati. Hammasi xunajin, bitta buqa yo'q. Hammasi xunajin. Xunajin juda ko'pchilik so'rab turibdi, juda ham ko'pchilik o'shanga xunajin chiqardik. Ertadan buqalarni ham chiqaramiz, xudo xolasa. Bugun shvet ham chiqarganmiz, shvet, zotga shvet. Hozir bittasi sotildi, yana bittasi turibdi. Instagramga qo'yganmiz uni. Ana oqboshidan deydi-yu. Nomerlarimiz 99lik 894 1122. Aloqaga chiqaverasizlar, narxlarni kelishtirib, cho'rlab qilib beramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.